Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. AQSh prezidenti Donald Tramp Hormuz bo'g'ozida kemalarga hujum to'xtatmasa, Eronning Xarg orolidagi neft markazi infratuzilmasiga zarba berish bilan tahdid qildi. Bu ogohlantirish ta'minotdagi tarixiy uzilishlar bilan kurashayotgan bozorlardagi vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Tramp o'z ultimatumi bilan birga ijtimoiy tarmoqda post qoldirib, unda Qo'shma Shtatlar oroldagi harbiy nishonlarni butunlay yo'q qilganini aytdi. Mazkur orol Hormuz bo'g'ozidan taxminan 483 kilometr shimoli-g'arbda joylashgan bo'lib, Eron neft eksportining 90% aynan shu terminal orqali o'tadi. Prezident shuningdek Eronning AQSh hujumlaridan himoyalanishga qurbi yetmasligini qo'shimcha qildi. Eron harbiylari va ushbu rejimga aloqador bo'lgan barcha shaxslar qurollarni tashlab, mamlakatlardan qolgan ozgina narsani saqlab qolishsa oqilona ish bo'lar edi, deb yozdi u. Tramp shuningdek AQSh harbiy dengiz kuchlari tez orada tankerlarni suv yo'li orqali kuzatib borishni, eskort qilishni boshlashni aytdi. Urushning qachon tugashi haqidagi savolga u aniq muddat aytishdan bosh tortdi. Buni ayta olmayman, o'z fikrim bor, lekin buning nima foydasi bor? Bu qancha kerak bo'lsa, shuncha davom etadi, dedi u. Eron qurolli kuchlari bunga javoban bunday zarbalar mintaqada AQSh bilan hamkorlik qilayotgan neft kompaniyalarining obyektlariga zarba berilishiga olib kelishini ma'lum qildi. Eron inqilobi qo'riqchilari korpusi shanba kuni erta tongda Livandagi Hizbulloh guruhi bilan birgalikda Isroilga qo'shimcha hujumlar uyushtirganini bildirdi. Isroil ham o'z harbiy havo kuchlari o'tgan bir sutka davomida Eronning g'arbiy va markaziy qismlaridagi 200 dan ortiq nishonga zarba berganini ma'lum qildi. AQSh kuchlari esa yana talafot ko'rgan. AQSh harbiylari juma kuni Iroq g'arbida halokatga uchragan yoqilg'i quyish samolyoti bortidagi ekipajning barcha 6 nafar a'zosi halok bo'lganini tasdiqladi. Shuningdek, rasmiylardan biri Saudiya Arabistonidagi bazada AQSh harbiy havo kuchlarining 5 ta tanker samolyoti Eron raketa zarbasi natijasida shikastlangani va ta'mirlanayotganini aytgan. 2 haftalik urushdan so'ng 2000 dan ko'proq inson halok bo'ldi. Ularning aksariyati Eronda, shuningdek Livan va Fors ko'rfazi mamlakatlarida ham qurbonlar ortyapti. Bir necha million kishi uy joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Livan rasmiylariga ko'ra, Isroil aviatsiyasi Bayrut chekkalarini bombardimon qilishi oqibatida boshpana izlayotgan 100 minglab odamlarni joylashtirishga hukumatning imkoniyati yetmayapti. Germaniya kansleri Friedrich Merz AQShning Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yumshatish haqidagi qarorini keskin tanqid qilib, bu qadamni noto'g'ri signal deb atadi. Uning fikricha, urush tufayli neft narxi oshib borayotgan bo'lsa-da, bu Rossiyaga nisbatan bosimni kamaytirish uchun asos bo'la olmaydi. Kansler har qanday sabab bilan cheklovlarni hozir bekor qilish xato ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu Rossiyaga nisbatan noto'g'ri xabar yuboradi. Merz bu mavzu shu haftadagi katta yettilik sammitida muhokama qilinganini aytdi. Kanslerning fikricha, hozirda global bozorda resurslar tanqisligi, ya'ni ta'minot muammosi yo'q, balki faqatgina narxlarning oshishi kuzatilmoqda. Shu sababli Rossiya neftiga ruxsat berish strategik jihatdan asossizdir. Shuningdek, Germaniya Hormuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovini himoya qilish bo'yicha ehtimoliy xalqaro harbiy kampaniyada ishtirok etmasligini bildirdi. Biz urushning bir qismi emasmiz, dedi Merz va Washingtonning urushni tugatish bo'yicha savollari hamon javobsiz qolayotganini ta'kidladi. AQSh yana qo'shimcha dengiz piyodalari va harbiy kemalarni Yaqin Sharqqa joylashtirilishi kutilmoqda. Bu ma'lumotni CBS News telekanaliga 2 nafar rasmiy tasdiqladi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, qo'shimcha kuchlar amfibiya tayyorgarlik guruhi va dengiz piyodalari ekspeditsion bo'linmasidan iborat bo'ladi. Ushbu guruhga Yaponiyada joylashgan USS Tripoli amfibiya hujum kemasi boshchilik qiladi. Bunday bo'linmada odatda bir necha harbiy kemalarga taqsimlangan taxminan 5000 nafar dengiz piyodalari bo'ladi. Qo'shimcha kuchlar so'rovi AQShning Yaqin Sharq uchun mas'ul bo'lgan markaziy qo'mondonligi tomonidan berilgan va mudofaa vaziri tomonidan tasdiqlangan. AQSh shuningdek Janubiy Koreyada o'rnatilgan raketaga qarshi mudofaa tizimining bir qismini ham Yaqin Sharqqa ko'chirmoqda.
Kuba prezidenti Miguel Dias 13-mart kuni o'zining kommunistik boshqaruvidagi mamlakati AQSh bilan muzokaralar boshlaganini tasdiqladi. Yanvar oyida Venesuela yetakchisi Nicolas Maduro hokimiyatdan chetlatilgach, Washington Kubaga nisbatan falaj qiluvchi energetika blokadasini joriy etgan edi. Dias-Kanel juma kungi chiqishida hukumat energiya ishlab chiqarishni oshirish uchun qattiq ishlayotganini, biroq 3 oydan beri orolga bir tomchi ham neft kelmagani bu sa'y harakatlarga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Televideniya orqali xalqqa murojaat qilar ekan, Dias-Kanel AQSh bilan muzokaralar ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarga yechim topishga qaratilganini bildirdi. Prezident energetika blokadasining ta'siri dahshatli bo'lganini ta'kidladi. Aloqa, ta'lim, transport va sog'liqni saqlash xizmatlari jiddiy zarar ko'rgan. 10 minglab jarrohlik amaliyotlari qoldirilgan, novvoyxonalar elektr yo'qligi sababli o'tin va ko'mirda ishlaydigan pechlarga o'tishga majbur bo'lgan. AQSh davlat departamenti Dias-Kanelning ushbu bayonotiga hozircha izoh bermadi. Prezident Donald Tramp o'tgan hafta Florida shtatida o'tgan uchrashuvda Kuba rejimi tez orada qulashini aytdi. Tramp shuningdek Kubani do'stona egallab olish g'oyasini ilgari surgan. Prezident Donald Trampning aytishicha, Putin Rossiyasi AQSh hamda Isroil bilan davom etayotgan urush fonida Eronga biroz yordam bermoqda. Fox News telekanali muxbiri Rossiya razvedka ma'lumotlarining Eron bilan baham ko'rilishi ehtimoli haqida so'raganda Tramp "O'ylaymanki, Putin ularga biroz yordam berayotgan bo'lishi mumkin", deb javob berdi. U ehtimol bizni Ukrainaga yordam beryapti deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Ular buni qilishyapti, biz ham buni qilyapmiz, deya qo'shimcha qildi u. AQSh ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Rossiya AQSh harbiy kuchlarining joylashgan o'rni haqidagi ma'lumotlarni Eron bilan baham ko'rmoqda. Bu ma'lumotlar Yaqin Sharq bo'ylab raketa va dron hujumlarini yo'naltirishga yordam berishi mumkin. Eronning o'z sun'iy yo'ldosh imkoniyatlari cheklangan. Bu esa Rossiya sun'iy yo'ldoshlardan olinadigan har qanday ma'lumot Eron razvedkasidagi katta bo'shliqlarni to'ldirishi mumkinligini anglatadi. Payshanba kuni maxsus vakil Steve Witkoff Rossiya hukumati uni Eronga yordam bermayotganiga ishontirganini aytgandi. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.